Ale jonim, qalaysan? Nima qilib o'tiribsan? Telefonni yig'ishtir. Ishni qil. Assalomu alaykum. Namanganlik akalar, sizlarga ixtiro zo'rini topib qo'ydim. U akalar bunaqa turpoqlar davri o'tdi. Namanganlik akalar yangilikda o'ta jinnatdan topib qo'yish. Xudo xolasa hozir materiallari, ishda xizmatlar ichida arzon qilib berar ekanlar. Hozir istagan so'zlarda ma'lumot olamiz akalar. Akalar qanaqa ixtirolar qilib yordilar? Bu Namanganda aka. Bu ixtirolarimiz mana materiallari hammasi ichida bonusi bilan vodiy bo'ylab 35 ming so'mdan kvadrat metri penalomboz qilyapmiz. Penalombozni ketada ko'rsatamiz. Penalombozimiz bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsataveramiz. Vodiy bo'ylab bu narxlarni tushuntirib o'taman. Vodiy bo'ylab 5 sm-ligi 35 ming so'm, 7-8 sm-ligi 40 ming so'm, 10 sm-ligi 45 ming so'm vodiy bo'ylab vohalarga kelishilgan narxlarda chiqilaveradi. Aka, sifatigacha Sifatiga biz garantiya beramiz. Mana uyingizni buzgunicha turaverasiz. Mana 80 kg mana sakrash, mana ko'rishingiz mumkin. Mana akalar hech qanaqaga. Bunaqa o'qalan harakatlarga turib qo'ysa akalar, muhimi akalar qurs qumurska kalamish mana umuman o'tmadi ekan.